Assalomu alaykum aziz do'stlar, obunachilar, bizni kuzatib turgan, ko'rib turgan aka-ukalar. Mana yangi obyektimizni boshladik. Hozir va'dildamiz. Tomga pena quyish. Hozir bir qator ish jarayonini, mahsulotlarimiz tarkibida nima-nimalar bor, hammasini bir qator gapirib o'tamiz iloji boricha. Xo'p, mana tagiga unaqa vassani ustidan shunaqa material tashib olinadi. Ko'rib turganlaringdek. Kerakli joyda bir ma'lum bir miqdor, misol 2 metr, 3 metr joyda shunday qilib to'sib olib, mana yamab olib, bir qator joy tayyorlab olgandan keyin bu o'zi asli suyuq bo'ladi. Shuni joy tayyorlagandan keyin bir boshdan quyilaveradi. Uylarimiz ham mana katta kichikligiga qarab dimoxodlar qo'yib ketyapmiz. Shu bir to'sinlarda, vassalarda bir chirishini oldini oladi. Shunda suyuq holatda quyiladi. Xo'p, bu mahsulotimizni tarkibida mana ko'rishingiz mumkin, suv quyiladi. 3 bag'ir suv quyiladi. Semen qo'shiladi. Bu qopda gips bo'ladi mana. Bu apparatimizdan penasi chiqadi. Shunday holatda quyilaveradi. Mana ustum qilib, shunda o'z razmeri chiqaveradi. Past baland joyiga suyuqligini hisobiga o'zi oqib boradi. Mana razmerlarni ham ko'rishingiz mumkin. Bekka endi 7 quyapmiz. Qaysidir joyimiz 5 bo'lib bo'lyapti, qaysidir joyimiz 8-9 ketyapti. Tomni past balandligini hisobiga razmerimiz 1-2 sm plus minusi bo'ladi. Xo'p, tomga pena quydirmoqchi bo'lganlar shu ekranda nomerlarga telefon qilish bemalol zakaz qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab xizmatdamiz. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib quyib beramiz, sifatli, mustahkam qilib.